Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, bu galgi video roligimizda sizlar bilan Playton botini ko'rib chiqamiz. Bu botimiz yangi ochilgan botlar qatoriga kiradi. Shuning uchun botdan yaxshi foydalanib qolish kerak do'stlar. Hop do'stlar, botimiz mana sizlar kommentariyada bo'ladi, o'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Botga kirganlaringda start tugmasi chiqadi. Shundan so'ng mana shunday play tugmasi chiqqandan keyin mana shunday o'yin ochiladi. Dehqonchilik qilib yetishtirar ekanmiz stollarda do'stlar. Birinchi agarotimiz besplatniy beriladi do'stlar. Bir kun davomida ishlaydi do'stlar bu. Va ikkinchi agarotimizni vazifa bajarib ishlashimiz mumkin, olishimiz mumkin ekan. Ikkita kanali bor. Shu kanalga obuna bo'lganimiz uchun bizga beradi. Bu bizga 0.05 ton olib keladi do'stlar. Hop, uchinchi vazifani ham ko'ramiz. Urovenimiz 3-levelga ko'tarilganda va 1.6 ton ishlaganimizda 23%. Hop, tonni valyuta to'lab ko'ramiz. No, 1.6 ton to'lashimiz kerak ekan do'stlar. Sarmoya kiritishimiz kerak ekan. Shundan so'ng bizga 3-chi bo'lim ochilar ekan do'stlar, 3-level. Xohlovchilar bo'lsa bunga pul kiritishi mumkin, lekin maslahat bermayman. Bu chunki yangi. Xohlagan mahali yopilib ketishi mumkin do'stlar. Pastki bo'limda turli bo'limlar bor. Hozir dom bo'limi, Gruziya bo'limidan referensiya silkangizni olishingiz mumkin ekan. Kasholog bo'limidan o'zingizni kashologingizni topishingiz mumkin, ulab qo'yishingiz mumkin. Telegram hamyoningizda minimalga 0.03 ekan. Yaxshi past do'stlar. Domga bossak mana shu yer ochilar ekan do'stlar. Hop, tepada turli bo'limlari bor, o'zini kanallari. Shunga o'xshagan bot do'stlar. Bu yerda nastroykasi bir xohlagan tilingizni tanlab qo'yib qo'yishingiz mumkin ekan. Bu yerda nima? Bot haqida ma'lumot bermoqda do'stlar. O'zingiz o'qib tushunib olishingiz mumkin. Do'stlar, botimiz haqida shu qisqacha ma'lumot. Bot manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Hop, yana bir gap. Kimki YouTube kanali ochib yuritib turgan bo'lsa, YouTube kanalining tarixi yonmagan bo'lsa, nomer ulolmagan bo'lsa yoki kanal ochishda qiynalib turgan bo'lsa, murojaat qilishlari mumkin. Kanal ochib beraman va nomerini ham tasdiqlab beramiz do'stlar. Nomerlarigacha tasdiqlab kanaldan ochib nastroykalarni sozlab beraman do'stlar. Lichkaga o'tasiz. O'zi Telegramnikimni qoldiraman kommentariyada. O'shanga yozsangiz shu xizmatlarni qilib beraman do'stlar. Nomer ulash, kanal ochib berish. Shunaqa do'stlar. Xohlovchilar yozishlaring mumkin. Ochishda qiynalib turgan bo'lsangiz yo nomer ulashda qiyinchilik bo'lib turgan bo'lsa yozishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Barchalaringga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoga like bosib, o'z fikringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videoroligimizda inshaalloh konkursni ham boshlaymiz.